Assalomu alaykum qadrdonlar. Men hozir qadimiy va navqiron Buxoro shaharidaman. Buxoro shaharida men tabib Hosil Nosirning yonlariga keldim. Assalomu alaykum Hosil aka. Va alaykum assalom. Bormay, yaxshimisiz? Xush kelibsiz. Charchamayapsizmi? Rahmat, xush kelibsiz. Xo'sh, hamma so'rashadi ko'pchilik mendan Buxoro shaharini qayerda joylashgan Hosil tabibning manzili deyishadi. Mana qabulxonam Buxoro shahrining 7-mikrorayonida joylashgan. O'sha Sovet davridan qolgan haligi sil kasalliklari kasalxonasini ro'parasida, ya'ni tub dispanser deyiladi. Tuberkulozning bazasining ro'parasida 7-mikrorayonda joylashgan. Ketdik bo'lmasam ko'rsating joyingizni. Mana marhamat. Xo'p, mana Hosilota shifo tabib maskani. Ko'p qavatli binoning birinchi qavati ekan-a? Ha, shunday. Xo'sh, bu yerda qanday xona Hosil aka? Bu yer kutish zali. Bu yerda kutish zali, kelgan bemorlar mana shu yerda o'z qabulini kutib o'tirishlari uchun sharoit yaratilgan, to'g'rimi? Ha. Agarda kelgan bemorlar sal uzoqroqdan kelsa nima bo'ladi? Sal uzoqroqdan kelsa bir kecha yotish uchun sharoit bor mana. Bir kecha yotish uchun mana bu yerga yotadi. Mana bu xonadonga yotadi. Bir kecha yotib ketadi. Qabulxonam mana. Mana qabulxonam mana. Demak, shaxsan o'zingiz qabul qilasiz? Ha, bu yerda shaxsan qabul qilaman. Ham yaxshi. Bu yerda sizning berilgan guvohnomalari? Ha, shunday. Bu yerga qachon ko'chib kelgansiz? 4 yil bo'ldi. Ha, Peshku tumanidan. Peshku tumanidan 4 yil bo'ldi Buxoro shahriga ko'chib keldik. Mana shu yerga ko'chib keldik. Shu yerda bir qabulxona qilibman, kasalliklarni qabul qilib turibman. Juma kunidan tashqari kunlarga, juma kuni ishlamayman. Juma kunidan tashqari kunlar ertalab 9 dan kechqurun 5 gacha qabul qilaman. 17 gacha, ya'ni soat 17 gacha qabul qilaman ertalab. Xo'p, o'zingiz to'g'risida qisqacha gapirib bersangiz, siz mana shu tabobatga kirganingizga salkam qancha 50 yil bo'lyapti? 49 yil bo'ldi aniqrog'i. 49 yildan beri men xalq tabobat sohasida faoliyat ko'rsataman. Alhamdulillah, yo'limni to'g'ri tanlagan ekanman. Hozir dunyoga tanilganman. Alhamdulillah, maqtanishimiz. Amerikadan ham murojaat qilishadi, Isroildan ham murojaat qilishadi, Yujniy Koreyadan murojaat qilishadi, Turkiyadan murojaat qilishadi va Rossiyadan qilishadi, Gruziyadan qilishadi va o'zimizning viloyatlardan, respublikadan ham Tojikistondan va Turkmaniston, Qozog'iston, Qirg'izistondan ham murojaat qilishadi. Men baxtliman. Tom ma'noda o'zimni baxtli deb bilaman. Alhamdulillah. Mana shu sohada halollik evaziga baxt topgansizlar. Mana shunday deb fikrdaman. Asosan eng zo'r davolanadigan dorilar bu yerga diskrija, umurtqa churasi kasalligi va swish degan kasallik bor, oqma yara deyiladi. Va haligi badaniga oq tushgan kishilar agar juda ko'p toshmagan bo'lsa, kamroq bo'lsa, juda va bizning aytganlarimizni bajarib bilsa, parezni ham saqlab bilsa, zo'r sog'ayib ketadi. Hosil aka, eng katta qilgan ishingiz menimcha bor, mana shu sohada siz hajga borganligingiz bo'lsa kerak. Albatta bu men uchun katta baxt. Hajga borganim endi Allohning nima deydi, irodasi ekan. Mana shu xalq tabobat sohasida ko'rsatgan xizmatlaringiz uchun deb Ibn tug'ilgan kunda viloyat hokimi bilan tuman hokimi meni tavsiya qilishdi va jo'natishdi. Men juda baxtiyorman. Umraga ham jo'natishdi, hajga ham jo'natishdi. Men juda baxtiyorman. Ya'ni Ibn tug'ilgan kuniga shunaqa bir mukofot sifatida menga taqdim qilishdi shu imkoniyatni. Allohning irodasi bilan albatta. Rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Salomat bo'linglar, Alloh shifo bersin hammaga.